Oddiygina jigar, dumba va kartoshka yordamida yoshlikka qaytarilgan taomni sifatli qo'y jigari va dumbani xuddi shu unada va kubik shaklda to'g'rab olinadi. Bu taom uchun aynan qizil navli mazali va zo'r. Sonimizda barra qo'y dumbalarini ozroq eritib olamiz. Keyin bo'lsa olovni baland qilamiz va kartoshkalarni solamiz. Kartoshkalarimiz ozroq qizargach, tabiiy ko'rib tuz, murch va jigarni solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Aynan kartoshka va jigarlar ta'miga hech narsa etmaydi. Qozonimiz kattaroq va yapaloq bo'lgani sababli jigar va kartoshkalar to'lib chiqib, quruq bo'lib qoladi. Albatta qo'y dumbasiga bo'lgan bunaqa mazali jigar qozon va tovuqlar kerak bo'ladigan